MDF dan yasalgan mebellar havoga zaharli gaz ajratib chiqarishini bilamidingiz? Aslida ko'p MDFlar o'zidan formaldegid deb nomlangan kanserogen moddani ajratib chiqaradi. Kanserogen modda bu inson salomatligiga zararli hisoblanadi va bosh og'rig'i, allergiya, hattoki saraton kasalligini ham keltirib chiqarishi mumkin. Xo'p, endi biz bunaqa MDFlardan zarar ko'rmasligimiz uchun nima qilishimiz kerak? O'zi formaldegid haqida qisqacha aytib o'tay. MDFda 2 yoki 3 xil formaldegid sinfi bo'ladi. Y1, Y2 va Y3. Y1 bu inson salomatligiga zararsiz hisoblanadi va juda kam miqdorda, ya'ni insonga zarar bermaydigan miqdorda formaldegid ajratib chiqaradi. Y2 bo'lsa, umuman interyerda, ya'ni inson yashaydigan xona ichida ishlatib bo'lmaydigan MDF hisoblanadi. Bu qurilishda, misol uchun apalfikalarga ishlatilishi mumkin. Y3 bo'lsa, qurilishda ham ko'pincha tavsiya qilinmaydi, chunki u haqiqatda insonga zararli, hattoki u bilan ishlayotganda ham. Endi Y1 yoki Y2 ni qanaqa ajratamiz desangiz, Y1 MDFlarni tasdiqlovchi sertifikat bo'ladi asli mana bunaqa shaklda. Demak, siz mebel yasatayotganingizda, mebel yasaydigan kompaniya yoki ustaga menga Y1 sertifikatini ko'rsating deb talab qiling. Y1 sertifikati bor MDFlar inson salomatligiga zararsiz hisoblanadi. Bitta savol beraman, javobini izohda yozib qoldiring. Siz mebel xarid qilayotganda bir marta bo'lsa ham inson salomatligiga zararlimi, zararsizmi deb so'raganmisiz sotuvchidan?